Assalamualaikum. Yaxşımısınızlar? İcad İlim Fən Mərkəzimizə xoş gəldinlər. Biz bugün hamımız birlikdə yaş arının qandaq hərəkət qılıdığanlığını, fəsillərin qandaq şəkilləndiğanlığını görüb ötəylik. Qinəmizə diqqətinizlər ekranımızda bulsun. Yaş arının iki xil hərəkəti var bulub, biri öz oxuda ayrılış hərəkəti, yana biri quyoş ətrafında ayrılış hərəkətindən ibarət. Yaş arı öz oxu ətrafında qəribdən şərəkə qarab ayrıldığını bulub, toluq bir qıtım ayrılışda 24 saatdə tamamlaydı. Bu müddətdə biz bir gün də batayımız. Yaş arının öz oxuda ayrılışı nəticəsində köplügən hadisələr oturğa çıxıdığını bulub, bunlardan bir qismi tüvəndikcə. Yaş arının öz oxuda ayrılışı nəticəsində gecə və gündüzdən almış işi 101'dir. Bu bir gün içində Quyoshda kelgan nurlarning yerga tushish bulonlari o'zgarib turdi. Atdigan va kechda quyosh nurlari qiypat tushsa, tushligi tikrak bulon hosil qilib yerga tushidi. Buningga mos holda sayning cho'ngligi va yo'nalishi o'zgarib turdi. Bu bir kun ichida issiqlik darajasida farq borliqqa keladi. Eng yuqori issiqlik tushdan keyin ko'rilsa, eng tuvan issiqlik quyosh chiqishdan sal burun ko'rinadi. Bu bir gün içində hava biçimində özgürlük yüz beradigan bulub, bunun nəticəsində gündəlik şamallar şəkillənir. Yaş arının öz oxuda ayrılışı nəticəsində mərkəzdən qaçqıcı güc payda bulduğan bulub, bunun nəticəsində yer üzündəki şamallarının və dəniz okeanlardakı iqlimlərinin yönəlişində eğiş meydana gəldi. Yaş arının öz oxuda ayrılışı nəticəsində hər bir rayonga xas bulğan yerlik vaqtlar barlıqqa keladi. Endi biz yaş arının quyosh ətrafında aylanışını görüb ötəylik. Nima ishlar yuz berdikin? Yaş arımız öz oxuda aylanışı bilan birlə yana elipes şəkillik orbitini boylab quyoshda aylanadi. Yaş arının toluq bir qıtım quyoshda aylanıb çıxışı üçün 365.006 saat ketadigan bulub, bunu biz bir yil deb ataymiz. Yaş arı quyosh ətrafında aylanğan çağdakı orbitasının uzunluğu 940 milyon kilometr keladi. Yaş arının quyoshda aylanışı nəticəsində tüvəndikidək hadisələr meydana keladi. Quyoshda kelgan nurlarning zimindagi bir noktaga tushish buluni o'zgarib turdi. Bu bir yil davomida issiqlik o'zgarib turadigan bo'lib, natijada fasllar shakllanadi. Bu bir yil ichida yana sayri uzunligida bu o'zgarish yuz beradi. Yana quyoshlik ufuqdagi chiqish va bitish o'rni va vaqti o'zgarib turadi. Bu aylanish davomida yana bir yil ichida kecha va kunduzlik uzun qisqaligi o'zgarib turadi. Endi biz bularning orasidan fasllarning shakllanishiga qarab boqaylik. Fasllar qanday shakllanadi? Oddiy qilib aytsak, tuvadagi 3 turlik sababdan shakllanadi. Birinchidan, yash arı quyosh atrofida aylanganligi uchun. Ikkinchidan, yash arıda quyosh atrofidagi orbita tekshiligi bilan yash arıning o'z oqida aylanish oqi orasida shakllangan 23-20 graduslik bir bulunning mavjud bo'lganligi sababidan. Uchinchidan, yash arı duklak bo'lganligi uchun. Yuqorqi sabablardan yash arıning quyosh atrofida aylanishi davomida quyoshdan qabul qiladigan issiqlik miqdori farqli bo'lgan bo'lib, quyoshning nuri yash arıga o'xshamagan vaqtlarda o'xshamagan bulunlarda keladi. 3-oyning 21-kunidan 9-oyning 23-kunigacha shimoliy yarimshar, janubiy yarimsharga qaraganda quyoshga bakrak yaqin bo'lib, texnik ko'proq quyosh nuri bilan isitiladi. Bu ahvol 23-sentyabrdan 21-martgacha bo'lgan oralikda aksiya bo'lgan bo'lib, bu qatim janubiy yarimshar bakrak isiydi. Bunun nəticəsində 3-oyning 21-kunidan boshlab biz turayotgan shimoliy yarimsharda tartib bo'yicha tuvandagidek 4 fasl shakllanadi. 21-martdan 22-iyungacha bahor fasli.
22 iyundan 23 sentyabrgacha yoz fasli. 23 sentyabrdan 22 dekabrgacha kuz fasli. 22 dekabrdan 21 martgacha qish fasli. Fasllarning tartibi Janubiy Rim sharida bularning aksicha bo'lib, g'arb fasli 9-oyning 23-kuni boshlanadi. Endi biz birlikda tafakkur qilib boqaylik. Agar yasharimiz tugak bo'lmasdan, tubsiz bo'lgan bo'lsa, qanday bo'ladi? Agar yasharimiz tubsiz bo'lgan ish bo'lsa, bir yil bo'yicha hamisha birla fasl bo'lgan bo'ladi. Masalan, vatanimizda va Turkiyada doim bahor fasli bo'lgan bo'ladi. Agar shunday bo'lib qolsa, biz hech qachon qarbuva yasab o'ynayolmaydik. Banan, apelsin, tavus, shaptul qatorliq nurg'unlagan mevlarning ta'mini tutayolmaydik. Balkim hayotlikmi davom etolmasligi mumkin edi. Agar yer sharining qiypashligi 23 gradus bo'lmay, 22 gradus bo'lib qolsa, o'xshashla yashash qiyin bo'ladi. Chunki yoz odamni ko'ydirayotgandek darajada qiziq bo'lsa, qish aksincha intayin sovuq bo'lgan bo'ladi. Yashari duglak bo'lmasdan kub shaklida bo'lib qolsa-chu, u chog'da quyoshning nuri yer sharining har bir yeriga o'xshash bo'luv bilan kelgan bo'ladi. Uning ustiga, agar bu kubga o'xshaydigan zimit hozirgidek o'z o'qida aylanadigan bo'lsa, bu kubda cho'qqilari parcha-parcha bo'lib ketgan bo'ladi. Agar yer shari aylanmaydigan bo'lsa, qanday oqibat kelib chiqar? Virtual velosipedni tasavvur qilib boqaylik. Velosipedning chaqlari aylanib turganligi uchun velosiped o'rilib ketmay tik turadi. Chaqning aylanishi to'xtagan hamon uni tutib olmasak velosipedimiz o'rilib tushadi. O'xshashla yana ba'zilar bittol barmoqining uchida topday pirqirtib turg'isa oladi. Topning pirqirishi to'xtagan hamon top yerga tushib ketadi. Undaqda bizning yer sharimizni aylanadigan qilib, uni o'rilib ketishdan to'sab turgan qanday kuchli? Yuqoriqilarning hammasi yer sharidagi jonliqlarning ehtiyojiga ko'ra mavjud bo'lgan bo'lib, jonliqlar uchun eng mukammal holda ishlangan bu loyihaning sohibi bo'lsa, Parvardigorimiz Alloh taolodan iborat. Bugungi mazmunni yoqtirdinglarmi? Yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni, filmni ham bahirlashni unutmag'aysizlar. Kelar qatim ko'rishgacha Alloh omonat.